Tak, videoda obzor qilaverik. Navbatdagi kvartiramiz bitti mana bugun. 2025-yil. Kechasi bugun 2025-yil 25-aprel ekan. 25-aprel. Mana shu 80 kvadratli kvartira bu. Almata Talg'arda. To'g'rini o'zimiz montaj qildik. Hammasini yo'q qo'llarnikini xullas kalam podключ перегородкаларni ham qildik bu yerda. Mana koridor kelgan yerda 4 divolda turadi bu yer mana. Shunda bo'lib chiqdi bir remontimiz. Yana потолоклар натяжной, magnitный trik koridor kirgan yerimiz. Laminant erchib bosilgan yo'lga deymi? Birinchilar xiras kelandi. Mana kuxnya. Na 2 lustra. Подсветка. Magnitный trik. Bu yerda bra lampochkalar qistilma, bra. O yerda konditsioner turadi. Mebellar korpuslar qimmat mana. Qo'qinni mebel elektron yer ber. Ustalarimiz mebelchilar yuribdi, bu yerda ishlab bitirgoqlar. Mana fartuq kafeli. Demaxot. Ne vaqtda mana natijniy patologdan mana shtor perdelar to'g'on. Natijniy patologdan chiqib turibdi yana. Batareyalarni o'zlarimiz o'tirdik. Yana bu yerda TV zona bo'ladi. TV zona. Ondan korobkaga to'q tushirib qo'yibmiz mana. Bu yerdan panel bilan qoplanadi bu yer. Panel bilan o'z chetlarida svet bo'ladi, xullas kalam. Polka bo'ladi, televizor turadi shu yerda. Bu qo'rqnasi. Endi bu yoqda детский spalnisi bor. Детский spalnisi. Детский spalnisi. Bu yerda mena podсветка bor chetinde. Gallagin, lustra, yana bu yerda stol turadi bolalar dars o'qiyotgan, ikki yerda uzun stol turadi. Uchli razvedkadan qo'yilgan bu yerda. Yana batareyaning yonidan morozinlik ikkisini o'rtasidan oynali перегородка bo'ladi bu yerdan yana. Yana bunda shtor perda uchun перегородка bo'ladi, mana balkon bo'lib qoladi mana. Mana balkon bo'lib qoladi bu yeri. Детский спальный, bunda bralari sensorli. Bralari sensorli, mana. Mana bossaq yonadi. İşte. Xeyr bu yonadi. Ana детский spalnyamiz ketdi. 14'de yer xatimiz spalnyasi, yoqda vanna tualet отдельный. Bunda o'zim dushovoy kabina. Dushovoy kabina mana. Dushovoy kabina, laminat. Kafel bilan bir bo'lib ketgan, farq yo'q. Eshitib beklaganda o'rtada qoladi shu. Kafellari 60 ga 120, installyatsiya hammasini mana o'zlarimiz qildik, mana ustanovkasini, hammasini santexnikasini, hammasini o'zlarimiz qildik mana. Yer korp, mana bu yerda kanalizatsiyani ketgan korp. Bu yerda mana trap, dushovoy kabin bo'ladi bu yerda. Oynadan suvlarni ulab qo'yibmiz. Kir mashin. Oynasi ham mana. Bu sensorli. Mana sushilkasi ham to'xta ishlaydi mana. Masamiz yonadi, kerak gradusga qo'yamiz. Darrov qizib ketadi, tez quritadi. Yerdan teplый pol.
Tüyoqli pol berdim, ishlab turibdi. Tüyoqli polimiz sensorli. Endi bu yoqqa o'tamiz. Er xotinning spalnisi. Mana posvetga berdim. Er xotinning spalnisi bu mana. Diyorlar ham bir kraska. Shkurkalar yaxshi qurilgan, diyorlar tekis, ham bir ajoyib. Har yoqda shtorlar yeri mana. Natijali patologdan chiqqan odam. Bu yerda biralari bu yerga qo'yilmagan. 2 bira bo'ladi bu yerda. Shunday. Endi bu yerda vannasi bor. Xotinning vannasi. Можно? Ha. Video obzor qilib turdim. Ochib bera qo'y. Qo'lim yuvib turadi. Ha, shundaymi? Mana vannasini bunday kafe bilan bekladik, obshipka qilib, mana pastlarni ham svet qo'ydik. Mana simisitillarni soldik. Bu yerda ertang bergan shlankalarni almashlash turkasi, buni kafe saq qo'yibmiz, buni ochiladi bunday mana. Mana. Qaytadan bir bossam ochiladi, bir bossam ilinadi. Mana bu yerdan installyatsiya 45 kesilgan kafelerimiz. Mana installyatsiyani o'zimiz uстановка qildik. Mana knopkalari mana. Kirishgacha solmagan. Mana bu yerda endi kichkinaroq raqamli sariqa qaraganda unitazam shetlanmasligi uchun bu yerda ham sensorli mana aynalari. Bu yerda tüyoqli poli bor mana. Turibdi. İşlab turibdi. Fotogalagen, bu yerda shtor mana. Shtor vannam cheti. Shtor bo'ladi. Ertang suv sichiramasligi uchun har yoqqa kafelni burchlarini mana o'zini svetida uyg'oq solingan mana kesilgan yeri o'sha bilimni kesish uchun. Mana bu keskanda o'tishi mumkin, shuning uchun o'zini svetida uyg'oq so'yganmiz mana bilinmaydi. Demak odam ishlab turibdi ikkisidan. Demak odam addini kulchaqtirdan qiladi, elektrik yog'ini ham hammasini to'qlarni o'zimiz montaj qildik. Polniy santexnik, elektrik hammasini. Eshiklari skritni eshik. Eshiklarni biz qilmadik, lekin eshiklarni ustasi boshqa biri. Yana namuna chiqadim ha. Mana bu yerda kim naqlatuvim bo'lsa, o'shanday installyatsiya uстановка qiladigan bo'lsa, birini hisob qilinglar. Shu chistovoy poldan kafelni yuzidan olib chiqib turadigan bolti 32 sm bo'lish kerak-da. Shunday bo'lib qoladi, yana normalniy bu. Shunda uni qunutga 1 metrga boradi. Bu gigiyenический bu. Shunday kafellar ham 45 kesilgan mana. Bu yerda burch bo'lsa 45 kesilgan mana. Bolg'arka bilan yuvinib, tashit qilinib, 45 kesilgan ham yeri. Shunday ishlarimiz. Kommentariya yozib qo'yasizlar, like bosib. Undagi remontlarni qarshi chiqarib boramiz, xudo xolasa.